21 bab. İsraillar Misbahda qasam içip, aramızdan hiç kim qizlarini Binyaminlarga xotinlikqa bermisin deyishgan edi. İsrail xalqi Baytalga kelib, Xudoning huzurida kashkirgacha o'ltirib, un silib, ho'ngrab yig'lashdi. Ular: "Ey Parvardigor, İsraillar itiqod qilib kelgan Xudo, nima uchun bundaq ish yuz berdi? İsraillardan bir qabila ozib ketdi-ku" deyishdi. Etsi xalq sahar turib, shu yerda bir qurbonlik supisi qurib, ko'ydirma va amonlik qurbonligi qilishdi. İsrail qabillardan kim Parvardigorning jamoati bo'lishga kelmadi deyishdi. Burun ular Misbahda Parvardigorning oldiga kelmaganlar to'g'risida qattiq qasam ichib, bu yerga kelmaganlarni cho'qim o'ltiramiz deyishgan edi. İsraillar qarindoshlari Binyaminlar to'g'risida qayg'urib, bugun İsrail qabillardan bir qabila ozib ketdi. Biz burun Parvardigorning oldida ularga qizlarimizni xotinlikqa bermaymiz deb qasam ichgan edik. Endi ulardan hayot qolganlarining xotin ilish ishini qandoq hal qilishimiz kerak deyishdi. İsraillar yana: İsrail qabilleri orasidan kim Parvardigorning huzuriga jam bo'lish uchun Misbahga kelmadi deyishib, odamlarni sanash orqali Gilatdagi Yabish shahridan hech kimning Misbahdagi yig'ilishga kelmaganligini bilishdi. Jam bo'lganlar ichidan 12 ming polvonni tanlab ularga: "Sizlar Gilatdagi Yabish shahriga berib, ularning xotin, bola jaqlarini qo'ymay qilish bilan qirib tashlanglar. Sizlar yana barliq erlarni va erlar bilan birga bo'lgan ayollarning hammasini qirib tashlanglar" deb jikildi. İsraillar Gilatdagi Yabishliklar ichidan yuzi ichilmagan, erlarga yaqin kelmagan 400 qizni tepib, ularni Kanon zeminining Shilo shahridagi bargohga elib keldi. Qayta jam bo'lgan İsraillar Rimon qiyoteshining yenidagi Binyaminlarga xabar avatib, ularga omonlik berdiganligini aytdi. Shuning bilan Binyaminlar qaytib keldi. İsraillar Gilatdagi Yabish shahridan o'ltirmay elib kelgan 400 qizni ularga xotinlikqa berdi. Ammo ularga bu qizlar yetishmadi. Shuning bilan ko'pchilik Binyaminlar uchun yana qayg'urishdi. Chunki Parvardigor İsrail qabillaridan birini yo'q qilgan edi. Yig'ilishda oqsoqollar: "Binyaminlarning xotin qizlarining hammasini yo'qotdik. Hayot qolgan erlarga qayerdan xotin tepib beramiz" deyishdi. Ular yana: "Hayot qolgan Binyaminlar avlod qoldirishi kerak. Shundula İsraillarning Binyamin qabilasi yo'qolib ketmaydi. Ammo biz ularga o'z qizlarimizni xotinlikqa bera olmaymiz. Chunki biz qasam ichib, Binyaminlarga qizlarini xotinlikqa berganlar la'natga qolsin deyishgan. Mana Parvardigor uchun yilda bir o'tkaziladigan hitmi kelib qoldi. Biz bu hitni Baytalning shimoli, Baytaldan Shakemgacha so'zilgan yo'lning sharqi va Libonaning janubidagi Shilo shahrida o'tkazamiz deyishdi. Shuning bilan ular Binyaminlarga: "Sizlar uzumlikka berib, bo'ktirmada turinglar. Sizlar saqlab turib, Shilo qizlari usul o'ynag'ili kelganda, har biringlar birdan tutib, Binyamin zeminiga xotinlikqa elib ketinglar. Ularning otasi yoki qarindoshlari kelib bizga da'vo qilsa, biz ularga bizning yuzimizni qilib, Binyaminlarga iltifot qilinglar. Chunki biz Gilatdagi Yabishdagi jang maydonida ularga yetgidek qiz topolmadik. Sizlar qizinglarni qasdan ularga bergan emas. Shunga sizlar gunohsiz deymiz" deyishdi. Shuning bilan Binyaminlar ularning deganidek o'zlariga yetgidek usulchi qizlarni xotinlikqa tutib elib ketdi. Keyin ular yurtlariga qaytib, o'z shaharlarini boshqadan qurib, shu yerlarda yashab qoldi.
Şunda qilib İsraillar tarqılıb, həmmisi öz qəbilisi, öz cəmiyyəti və özlərə təqsim qılınğan zeminğa qaytışdı. O zamanlarda İsraillarning padşahı yo'q idi. Hər kim özü to'g'ri deb qaragan ishini qilatdi.